Bugun 4-fevral. Saturn Baliq burjidan Qo'y burjiga o'tmoqda. Endi hamma narsa aniq va tez bo'ladi. Biz hayot surishini harakatga aylantiramiz. Bu hamma burjlar uchun eng zo'r imkoniyat hisoblanadi. Bu imkoniyatdan foydalaning. Saturn sizdan qaysi sohada haqiqatni talab qilyapti? Marhamat bilib olishingiz mumkin. Qo'y burji Saturn aynan sizning burjingizga kiryapti. Bu siz uchun shaxsiy imtihon yili. Tashqi ko'rinishingiz, xarakteringiz va hayotiy maqsadlaringiz butunlay o'zgaradi. Mas'uliyatni o'z bo'yningizga oling. Aks holda Saturn sizni bunga majbur qiladi. Arslon burji dunyoqarashingiz kengayadi. Chet el, oliy ta'lim yoki diniy qarashlar bo'yicha jiddiy o'zgarishlar kutmoqda. Sayohatlar endi shunchaki dam olish emas, balki muhim dars bo'ladi. O'qotar burji ijodkorlik va farzandlar bilan bog'liq mas'uliyat ortadi. Sevgida o'yin kulgu davri tugab, jiddiy qarorlar qabul qilish vaqti keladi. Hobbingizni daromadli biznesga aylantirishingiz mumkin. Buzoq burji Saturn sizni yashirin zonangizga kirdi. Bu ichki tozalanish davri. Yozlikda yashash, psixologiya yoki o'tmishdagi qo'rquvlardan qutulish uchun ideal vaqt. Yashirin dushmanlaringiz fosh bo'lishi mumkin. Parizod burji moliyaviy masalalarda, ayniqsa qarzlar, kreditlar, sheriklik pullarda ehtiyot bo'ling. Inqirozlarni yengib o'tish orqali siz juda kuchli irodaga ega bo'lasiz. Transformatsiya vaqti keldi parizodlar uchun. Tog' echkisi burji sizning boshqaruvchi sayyorangiz 4-uyingizga o'tdi. Diqqat markazida oila, uy va ko'chmas mulk. Uy sotib olish yoki ota-onangiz oldidagi, oilangiz oldidagi burchlaringizni bajarish vaqti keldi. Egizaklar do'stlar davrasida va ijtimoiy loyihalarda filtr ishga tushadi. Faqat haqiqiy do'stlar qoladi. Kelajak uchun rejalaringizni qayta ko'rib chiqasiz. Katta jamoalar bilan ishda mas'uliyat ortadi. Tarozi burji munosabatlar sinovi, hamkorlik va nikohda jiddiy o'zgarishlar bo'ladi. Agar munosabatlaringiz mustahkam bo'lsa, u qonuniy tus oladi. Agar poydevori bo'sh bo'lsa, Saturn uni buzib tashlashi mumkin. Qovg'a burji muloqot, o'sish va qisqa safarlar davri, yangi ko'nikmalarni o'rganishda juda qat'iy bo'lishingiz kerak. Aka yoki opa-singillar bilan munosabatda jiddiy talab etiladi. Qisqacha faqat burjlar kariyera cho'qqisi Saturn sizdan ishda professional bo'lishni talab qiladi. Lavozim ko'tarilishi yoki katta mas'uliyatli ishga o'tish ehtimoli juda yuqori. Maqsadingiz sari intizom bilan harakat qiling. Chayon burji salomatlik va kundalik ish tartibi. Endi sog'lig'ingizga befarq bo'la olmaysiz. Saturn sizni rejimga soladi. Ish joyingizda muhit o'zgarishi va majburiyatlar ko'payishi mumkin. Baliq burji Saturn sizning burjingizni tark etadi. Oxirgi 2,5 yillik og'irlikdan so'ng endi moddiy boyliklarni tartibga solish vaqti keldi. Pul topish va tejash borasida yangi strategiya qurasiz. Har bir burj uchun Saturn mas'uliyatli ustoz vazifasini o'taydi. Bu siz uchun juda ham kerakli davr. 2,5 yil ichida sinovlar ichida qolib ketmaslikni xohlasangiz mas'uliyatli bo'ling. Saturn sizga albatta o'z mukofotini beradi. Kommentariyada nimalarni kutyapsiz, nimalarni xohlayapsiz, ichingizda qanday energiyalar portlamoqda, sizga ham Qo'y burjiga Saturn sayyorasi kelgani sezildimi? Shu narsani kutib qolaman kommentariyada fikringizni.